sharafli, mashaqqatli kasb egalarining bayrami, ustoz va murabbiylar kuni. Barcha ustozlarni ulug' ayyom bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Shogirdlarim bilan bir safda ishlayotganim bu mening baxtim. Shogirdlarim kamolini ko'rish undan-da yuksak baxtim deb bilaman. Shogirdlarimni, ustozlarimni yana bir bor bayram bilan muborakbod etaman. Agar hayot bo'ston bo'lsa, bog'bon muallim. Agar hayot dengiz bo'lsa, gavhar muallim. Agar hayot uzik bo'lsa, ko'zi muallim. 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni bilan barcha ustozlarimni chin qalbimdan tabriklayman. Hurmatli ustozlar, mashaqqatli va sharafli vazifangizda doimo omad va muvaffaqiyat hamroh bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli 10-maktab jamoasi, aziz ustozlarim, aziz ustozim Dilobat Husanovdir. Mana ertaga Xudo xolasa o'qituvchi va murabbiylar kuni respublikamiz miqyosida keng nishonlanadi. Ana shu munosabat bilan menga aziz va qadrli bo'lgan bolaligim, o'quvchilik yillarım o'tgan 10-maktab jamoasi va aziz ustozlarimni, aziz sinfdoshlarimni barchasini mana shu ulug' kun bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Ularni sharafli, murakkab bo'lgan ishlarida katta muvaffaqiyatlar tilayman. Good morning, dear teachers. On this special day, it's a great honor for me to congratulate you and to be eternally thankful for your endless effort. I always believe in your students. I wish you much success and never give up motivating and encouraging your students. Wish you a happy and healthy life. Assalomu alaykum aziz ustozlar. Butun O'zbekiston Respublikasi ustozlarini bugungi 1-oktyabr ustozlar va murabbiylar kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarga uzoq umr, sihat salomatlik, sharafli kasbingizda baraka tilayman. Guten Tag, meine liebe Lehrer und Lehrerinnen. Wir gratulieren Ihnen zum Lehrertag. Wir wünschen Ihnen viel Glück und Erfolg bei Ihrem Leben. Und noch einmal wiederhole ich, schön, dass Sie bei unserem Leben sind. Viel Glück allen. Auf Wiedersehen. Учитель – это главный человек. Он дарит знания, что ценны навсегда. Желаем счастья вам на целый век. И пусть все будет хорошо. Qadri bilinadi endi menga goh olis maktabimning o'sha behasham. Navoiy-ku bizga ustozdir, biroq kimdir o'qitgan-ku Navoiyni ham. Shunday ulug' zotga harf o'rgatgan kim? Oddiy muallimdir, oddiy muallim. Tuproqdek pokisor bezovta jonlar, ammo qanoatda tog'dek ulug'vor, hatto Temurdayin sohib qurollar, pirim deb etagin tutgan zotlar bor. Qaysar Jahongirga harf o'rgatgan kim? Oddiy muallimdir, oddiy muallim. Assalomu alaykum aziz ustozlar. Bugungi ulug' bayramingiz ustozlar va murabbiylar kuni hammamizga muborak bo'lsin. Sizlarga sog'lik, salomatlik, mashaqqatli, lekin sharafli mehnatingizda sizga uzoq umr va ulkan yutuqlar tilab qolaman.